Mars sayyorasi. Mars sir-sinoatlar va keskin qarama-qarshiliklarga to'la sayyora hisoblanadi. Unda qoyali cho'llardan iborat cheksiz maydonlar, juda baland vulqonlar bilan yonma-yon joylashgan bo'lib, sayyora yuzasidagi ulkan kanyonlar va kraterlar esa uzoq o'tmishda u son-sanoqsiz to'qnashuvlarga duch kelganligidan guvohlik beradi. Noyob atmosfera jigarrang qumning mayda zarralari bilan qoplangan bo'lib, uni doimiy esib turadigan shamollar toblaydi. Mars ana shunday sirli va tahlikali sayyora. Keling, u bilan yaqinroqdan tanishamiz. Mars Quyoshdan Yerga nisbatan taxminan 1,5 baravar uzoqda joylashgan bo'lib, uning radiusi zaminimizdan 2 baravar kichik. Og'irligi esa Yer massasining 0,107% ni tashkil qiladi. Erkin qulash ko'rsatkichi Yernikiga nisbatan deyarli 3 barobarga kam. Harorat qutblarda -153 daraja, ekvatorda esa +35 daraja atrofida bo'lishi mumkin. Mars yuzasining maydoni taxminan bizning barcha qit'alarimizning yig'indisiga teng keladi. Uning relyefi juda noyob va o'ziga xos bo'lib, ba'zida bizning sayyoramizni eslatadi, ba'zida esa o'ziga xos geologik xususiyatlarga egaligi bilan ajralib turadi. Hozirgi vaqtda Mars yuzasini orbitasidan 8 ta avtomatik kosmik zondlar sinchkovlik bilan kuzatmoqda. Ular tomonidan to'plangan ma'lumotlarga tayanib, sayyoraning g'arbiy yarim sharida ulkan yorug'lik nuqtasi borligini ko'rish mumkin. Ushbu mintaqada Quyosh tizimidagi eng katta vulqon o'chog'i mavjud va u Olimp deb ataladi. Ayni shu nuqtadan bizning qizil sayyora bo'ylab sayohatimiz boshlanadi. Olimp o'z atrofidagi tekisliklardan 26 kilometr balandlikka ko'tarilgan bo'lib, bu Everest tog'idan taxminan 2,5 baravar ko'pdir. U bir necha qatlamdan iborat. Hosil bo'lgan vulqonlardan oqib chiquvchi lavaning qotishi natijasida qalqonsimon shaklga kirgan deb taxmin qilinadi. Sayyoraning ichki tuzilishi haqidagi bilimlarimizga tayansak, Mars yer osti tektonik plitalarga ega emas. Shu sabab magmaning otilish nuqtasi yuzlab, million va hatto milliardlab yillar davomida o'zgarmasligi mumkin. Oqib chiqqan lava uning atrofidagi nihoyatda keng maydonlarni toshli qatlam bilan qoplab olgan. Olimpning diametri 600 kilometr, maydoni esa 300 ming kvadrat kilometrdan ortiqni tashkil etadi. Bu raqamlar Polsha yoki Italiya kabi o'rtacha Yevropa mamlakatlari maydoniga teng keladi. Mazkur maydon markazida 6 ta vulqon o'choqlari natijasida hosil bo'lgan ulkan krater joylashgan. Uning diametri 85 kilometr atrofida, chuqurligi 3 kilometrga yetadi. Olimp shu darajada balandki, uning cho'qqisidagi atmosfera bosimi quyidagiga qaraganda 50 baravar past. Marsdagi atmosfera qatlamining zichiligi Yernikiga qaraganda taxminan 160 baravar past ekanini hisobga olsak, vulqon cho'qqisidagi sharoitlar vakuum holatiga juda yaqin. Shuning uchun qizil sayyoraning eng baland nuqtasini zond yordamida tadqiq qilishning sira iloji yo'q. Atmosfera zichligining pastligi sabab parashyutga o'rnatilgan marsaxodni ohista qo'ndirib bo'lmaydi. Olimpning asosiy qismida nishablik juda kichik, ya'ni 5% atrofida. Biroq vulqonning atrofi tubsiz jarliklarga o'xshash 7 kilometrlik pastliklar bilan o'ralgan. Ularning qanday vujudga kelganligi hozircha aniqlanmagan. Ba'zi taxminlarga ko'ra, bu Marsdagi qadimiy okean sabab hosil bo'lgan. Boshqa farazlarga ko'ra esa, bunga doimiy ravishda esuvchi qum bo'ronlari sababchi. Olimpdan pastga tushib, uning atrofida parvoz qilarkansiz, ketma-ket tizmalar va yakka tog'larni uchratish mumkin. Ularning ba'zilari vulqon atrofidan minglab kilometrgacha cho'zilgan. Taxminlarga ko'ra, bu manzara ulkan tog'ning yon bag'rlari yemirilishi natijasida yoki qadimgi muzlarning harakatlanishi tufayli shakllangan bo'lishi mumkin. Olimpdan janubi sharq tarafga harakatlansak, Tarsis deb nomlanuvchi ulkan mintaqaga duch kelamiz. Sayyora yuzasining taxminan 4dan 1 qismini egallagan bu hudud vulqon tog'lari hisoblanib qotgan lava oqimlari bilan qoplangan. Uning maydoni taxminan 30 million kvadrat kilometrni tashkil etadi va zaminimizdagi Afrika qit'asiga teng. Qizig'i shundaki, tog'lar hududi uni o'rab turgan tekisliklardan 10 kilometr yuqori va yoshi taxminan 3,7 milliard yil bo'lishi mumkin. Bu yerda juda ko'p vulqonlar mavjud bo'lib, ularning ba'zilari Olimpdan birozgina kichikroq. Masalan, Arsiya tog'ining balandligi
19 kilometrni tashkil etib, Marsdagi ikkinchi eng yuqori cho'qqi hisoblanadi. Uning markazidagi krater 110 kilometrga teng bo'lsa, tog'ning umumiy diametri 435 kilometrdan ortiq. Har yil vulqon ustida qisqa vaqt davom etuvchi noyob tabiiy hodisani kuzatish mumkin. Quyosh nurlari tog' yon bag'rlarini isitishi oqibatida mayda chang zarralari yuqoriga qarab harakatlanib, zich bulutga aylanadi. Ushbu bulut Arsiyadan 30 kilometrgacha yuqoriga ko'tarilib, shamollar yordamida uzoq hududlarga tarqalishi mumkin. Tog'li hududning turli joylarida vertikal quduqlarni ham uchratish mumkin. Ular juda chuqur bo'lib, tubi ko'rinmaydi. Eng kattasining diametri 150 metr atrofida, chuqurligi esa 178 metrdan kam emas. Ushbu quduqlar lava oqimlari harakatlanishidan paydo bo'lgan degan qarashlar mavjud. Tarsis o'nlab bir-biriga ulanib ketgan qalqonsimon vulqonlardan iborat. Ularning milliardlab yillar davomida otilib turishi Mars atmosferasiga katta miqdorda karbonat angidrid va suv bug'larini chiqaradi. Matematik modellashtirish shuni ko'rsatadiki, bu miqdor sayyorani Yernikidan 1,5 baravar zichroq atmosfera bilan qoplash uchun yetarli bo'lardi. Ushbu hisob-kitoblarga ko'ra, Mars sayyorasida o'tmishda hayot uchun qulay sharoit bo'lgan deya taxmin qilish ham mumkin. Ammo tortishish kuchi nisbatan zaif bo'lganligi sababli sayyora o'z atmosferasini saqlab qola olmagan va oxir oqibat undan mahrum bo'lgan. Platodan sharqqa qarab harakatlansak, biz Mariner deb nomlanuvchi vodiyga yetib boramiz. U 4,5 ming kilometrga cho'zilgan ulkan kanyonlardan iborat hudud. Ushbu yoriqlarning kengligi 600 kilometr, chuqurligi esa 11 kilometrdan oshadi. Mariner vodiysining markaziy va g'arbiy qismlarida olingan tasvirlarning tahlili aksar kanyonlarning yon bag'rlari xuddi suv yo'liga o'xshash qatlamli tuzilishga egaligini ko'rsatadi. Bu esa kanyonlar uzoq o'tmishda to'liq suv ostida bo'lgan degan taxminlarga sabab bo'ladi. Agar faraz to'g'ri bo'lsa, bu tog'li hudud bebaho paleontologik topilmalar makoni ekanini anglatadi. Vodiyning sharqiy qismini esa ancha o'zgaruvchan relyefga ega hududlar tashkil qiladi. Unda nisbatan kichik kanyonlardan iborat ulkan labirintlar, tubsizliklar, tog'lar va platolar mavjud. Undan yuqorida shimol tarafda relyef nisbatan silliqlashib, xrist tekisligi keladi. Ushbu keng hududlarda Sojourner marsaxodi va Viking 1 tadqiqot kemasining qoldiqlari qo'nim topgan. Uzoq 1976-yilda ushbu ikki qurilma Mars landshaftlarining birinchi rangli tasvirlarini Yerga yuborishga muvaffaq bo'lgan. Bugungi kunda keng qabul qilingan gipotezaga ko'ra, Mariner vodiysi sayyora shakllanishining ilk bosqichlarida vujudga kelgan. Eroziya va geologik jarayonlar natijasida keyinchalik kanyonlar chuqurlashib, kengayib boravergan. Taxminlardan birida bu tizim Tarsis tog'idagi vulqon otilishidan keyin paydo bo'lgan deyilsa, boshqasida sayyoraning qarama-qarshi tarafida joylashgan Utopiya tekisligining shakllanishi sabab deb ko'rsatiladi. Bu ulkan doira shaklidagi past tekislik katta ehtimol bilan sayyora yuzasiga kelib urilgan juda ulkan asteroidning zarba krateri bo'lishi mumkin. Uning diametri 3300 kilometr atrofida bo'lib, sirti juda tekis va silliqdir. Utopiyani turli xil kosmik zondlar yordamida bir necha bor o'rganishga urinishlar bo'lgan. 1979-yilda Viking 2 qurilmasi ilk marta tekislik yuzasining panorama tasvirlarini Yerga yuborgan. 2016-yilda esa MRO kosmik stansiyasiga o'rnatilgan Shirat radari yer ostida chang bilan aralashib ketgan suv muzining boy konlarini topishga muvaffaq bo'lgan. Keyinchalik 2021-yilning may oyida Utopiya tekisliklariga xitoylik olimlar tomonidan jo'natilgan Chujun nomli marsaxod muvaffaqiyatli qo'ndirildi. U hozirgacha qizil sayyora yuzasining 1000 metrdan ortig'ini bosib o'tdi va yuzlab tasvirlarni jo'natdi. Afsuski, u 10 metr yer ostidagi suv zaxira qatlamigacha qazib kira olmaydi. Shimolda Utopiya buyuk shimoliy tekislik nomli hudud bilan chegaradosh. Ulkan past tekislikdan iborat ushbu maydon Mars sayyorasining taxminan 40% egallagan. Utopiya markazidan janubi g'arbiy tomon harakatlansak, biz Isidi past tekisligiga duch kelamiz. Uning g'arbiy chekkasidagi mintaqa deyarli 1 yildan beri olimlarning diqqat markazida bo'lib kelmoqda. Albatta, bunga Jezero krateri sababchi bo'lib,
Qurigan suv havzasiga o'xshash bu joyda ehtimol millionlab yillar oldin suv bo'lgan deyilmoqda. 2021-yil 18 fevraldan boshlab kraterning top qismini Perseverance marsaxodi va birinchi sayyoralar aro vertolyot Ingenuity birgalikda sinchkovlik bilan o'rganmoqda. Marsda hayot izlarini topishda eng istiqbolli joylardan biri bo'lgani sabab missiya uchun aynan Jezero krateri tanlangan. Krater taxminan 4 milliard yil oldin Marsga katta samoviy jism qulashdan hosil bo'lgan deb taxmin qilinadi. Ushbu zarba 49 kilometr atrofidagi kraterni hosil qilgan. Yuqorida aytib o'tganimizdek, u suv bilan to'la bo'lgan va Marsning geologik tarixiga asosan buning uchun eng qulay davr bu Gesperian davridir. Gesperian davri taxminan 3,5 milliard yil oldin boshlangan va 1 milliard yil davom etgan. O'sha paytda sayyoradagi atmosfera bosimi Yerdagiga yaqin, sirt harorati esa 50 darajagacha bo'lgan deb taxmin qilinadi. Yaqinda Perseverance marsaxodi tomonidan krater tubidan olingan tosh namunalari bunga aniq dalil bo'lishi mumkin. Ularni yanada chuqurroq tahlil qilish uchun hali Yerga yetkazish kerak bo'ladi. Ammo bir narsa aniqki, bu toshlar doimiy ravishda suv bilan yaqin aloqada bo'lishgan. Qurilma olimlarga shunga o'xshash juda ko'p foydali ma'lumotlar yetkazdi. Ammo shunga qaramay, missiya nihoyalanishiga hali ancha bor. Perseverance marsaxodi 14 yil xizmat qilishga mo'ljallangan. Demak, u Mars relyefida yana ko'plab kilometr masofani bosib o'tadi va yuzlab topilmalar bilan bizni xursand qiladi.